Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz muxlislari. Men jurnalist Jamila Haydarova. Siz azizlarim bilan birga bugun ham kanallarimiz orqali sog' va salomat holda diydor ko'rishib turganimdan mamnunman. Azizlar, hayot sinovlariga dosh berib, mardonavor oldinga intilib, tinimsiz mehnat qilyapsiz. Yuksak bardoshingiz sabab omadingiz kelishi tayin. Yelkalarim siz mustahkam tog', tashvishlarning toshlari bosgan, turmush degan tugilgan mushtning turtkilarin o'ziga osgan. To'rt tarafdan yopiriladi, yechim kutib turfa ishlarim, bahorlariga hali uzoq, tugamaydi sovuq qishlarim. Hazin o'ylar dilni parchalar, bosib kelar ming turfa azob. Kundan kunga tashvish kengayar, yukli yelkam sig'mas darchalar. Men kurashlar maydonidaman, gar yiqilsam tizzalab turdim. Tirsagimga suyanib goho sirtmoq solgan azobni surdim. Yelkalarim qaddi adil tog'li toshlarim, izingizdan asta bo'y cho'zar, g'olib bo'lgan maysa bog'larim. Qiyinchiliklardan cho'chimang, ko'zlagan nurli manzilingiz tomon intilishdan aslo to'xtamang. Shubhasiz omad shohsuppasi albatta sizniki bo'ladi azizlar.